davomida eshitaman-da, savollar tug'iladi-da. Keyin dars Mhm. paytida so'rayman deb yozib qo'yuvdim. Bitta qog'ozchaga. Esimga kelib qolganda yozmasam esimga tushib qoladi-da. Ha, yozib qo'ygan yaxshi. Keyin ovqatlangandan keyin mana shu oshqozon tomonda, mana Qorataloqda Sanchuga o'xshagan bo'ladi deydi jiyanim. O'sha u oshqozon osti bezimiki yo Qorataloqmiki? Mana bu rebra bor-u. Nima debdi? Qovurg'ami? Ha, qovurg'amni tegi deyapti, ikki oyog'ida. Bir yoq tomoni Qorataloq bo'lsa, bir yoq tomoni jiyarda dedim. Bu nimadan bo'ladi deb so'rayapti. Qovurg'ani Ovqat tegi qaysi yegandan tarafida keyin og'riq bo'ladi? Ikki tarafidami? ko'proq chap tomonimda bo'ladi deyapti. Achchiganga o'xshagan og'riq bo'lib turaveradi deyapti. Emizulu 3 ta farzandi bor. Bu oshqozon osti bezi yallig'lanishi pankreatit kasalligini belgisi. Keyin men yaxshilab so'rab ko'ring, unaqada ham o'sha orqa tarafda kuragida ham og'riq bo'lib yuvib ketadimi? Masalan, bir sanchadida sanchib turib, masalan, 1 minut, 2 minut sanchib turib, keyin tarqab ketishi ham mumkin. Keyin yana 1 oy, 2 oydan keyin, 3 oydan, 4 oydan keyin yana bir sanchiq bo'lib o'tishi mumkin. O'sha ko'krak anaqasida, o'sha ko'krakni, o'sha boyagi og'riq tarafini orqasida, kuragida. Chap tarafida bo'lishi kerak. Uni o'shanda pankreatit kasalligini belgisi bo'ladi. Bu oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezi mana shu yerda bo'ladi. Keyin ular jigar bilan o'tgan bog'liq, o'shalarning faoliyati yaxshi emasligidan ham kelib chiqadi. O'zi kasal balkim o'sha jigarni yaxshi ishlamasligidan ham bo'lishi mumkin, kelib chiqishi. Qorataloq keyin uni pastrog'ida bo'ladi. O'sha oshqozon osti bezini pastrog'ida bo'ladi. Rahmat. So'rashim kerak ekan yana. So'rab o'sha narsalarni yana ham hamma belgilarni so'rab olingda, o'shanga yarasha masalan tashxis qo'yishda mana o'sha 1 lamchi, 2 lamchi, 3 lamchi deb gapirdim-ku. Mana shu belgilarga qarab ham o'sha kasallik kelib chiqish sabablarini aniqlash mumkin. Rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men savolim bor. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan? Alhamdulillah, o'zingizlar yaxshimisizlar? Rahmat, xudoga shukr, rahmat. Men shu savolim Parkinson kasaliga ham shunaqa